Bir bemor keldilar, 80 yoshda, buvijon, qari buvijon, nevaralari olib keldi. Qassida zo'rg'a yuribdilar. Bitta ko'zlari 1%, ikkinchi ko'zlari 5% ko'rayotgandi. Juda ham ko'rishga qiynalib qolib, yurishga ham qiynalib qolgandilar. Ko'proq bu nevaralari bilan dars qilar ekanlar buvijon. Nevaram bilan dars qila olmay qoldim deb shikoyat qilib keldilar. Ko'zni tekshirganimizda ikkala ko'zda ham katarakta, gavhar xiralashgan. Bunaqa holatda gavharni almashtirish tavsiya qilamiz. Gavhar almashtirish tavsiya qildik, faqat ko'zi tubi ko'rinmayotdi. Ko'zi tubi ko'rinmasa, operatsiyadan keyin natija qanaqa bo'lishini aytishimiz qiyinroq bo'ladi. Chunki ko'z gavhar bilan ko'rmaydi. Ko'z to'r parda bilan ko'radi. To'r parda va nerv bilan ko'radi. To'r parda va nerv sog' bo'lsa, operatsiyadan keyin natija yaxshi bo'ladi. Buvijon juda ham qayta so'radilar, operatsiyadan keyin ko'ramanmi, natija bo'lmasa nima qilaman qildirib. Biz bu savolga javob bera olmaymiz deb to'g'ri aytdik, chunki gavhar shunchalar xiralashib ketgan, ko'zi tubi ko'rinmayapti deb. Buvijon lekin tavakkal qilishga ahd qildilar va operatsiya qildirdilar. Operatsiyadan keyin ko'zlari, bitta ko'zni operatsiya qildik, 100% ko'ryapti hozir. Juda ham xursandlar. Nevaram bilan endi dars qila olaman deb xursand bo'lib ketdilar.